Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana biz navbatdagi kuxnyamizni bitkazib mijozimizga topshirdik. Shuni sizlarga kamini ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Boshlang'ich qismida встроенный duxovka, mikrovolnovka Goodwill brendidan qo'yilgan. Eshiklari davotchili buni ham. Pastki qismiga yashil qilingan kastrulkalar uchun. Yuqori qismida ham katta ob'yomdagi idishlarni bemalol qo'yishlari mumkin. Bu yerda har xil sredstva yog'larni qo'yishga joy qilingan. Furniturlarimiz hammasi bulyumdan ishlatilgan. Bu yerda loshka, pichoq qo'yishlari mumkin. Moykani pastki qismiga so'shka qilingan. Buni yana pastki qismida ham yana bitta so'shkamiz bo'ladi. Bu ham yetkazib o'rnatib beramiz. Moykani yuqori qismiga ham so'shka qilingan. Keyin vitishkamiz o'rnatilgan. Birgina qo'lingiz qimlash hisobiga vitishkamiz ishga tushadi. Bizni kuzatishda davom eting. Yana shunaqa qiziqarli ma'lumotlar berib borishga harakat qilamiz.